Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Biz hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Uvaysi mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan domlar orqasida turibmiz. Mana bu yerda bitta qurilish bo'lgan. Mana qurilishni ko'ringlar. Yong'in xavfsizligi uchun umuman qot tashab ketilmagan qurilish bo'lgan. Bu qurilish noqonuniy. Mana shu ko'rsatib turgan joy mana shu joy. Bu qurilish noqonuniy deganimki, buni qarori yo'q. O'z boshimchalik bilan qurilgan qurilish hisoblanadi. Bu 2023-yili qurilgan. Qurilayotgan paytda men Dang'ara tuman hokimiga murojaat qilganman. Hokimni o'zlari kelganlar, qurilish to'xtatganlar, lekin bu davom etgan. Buni Dang'ara tumani kadastr agentligi boshlig'i juda yaxshi bilishadi. 23-yildan beri bunga chora ko'rilgani yo'q. Sababi nima ekan men bilmadim, lekin sababini hozirgacha tushuna olmayapman. Mana bugun 25-yilning 22-aprel kuni hisoblanadi. 2 yildan o'tdi shu zaryad qurilganiga. Bu to'liq holatda ishlayapti. Arendaga berilgan. Dang'ara tuman kadastr agentligi boshlig'i, nimaga siz bunga chora ko'rmayapsiz? Sabab nima? Yo tanish bilishsizmi sizni, yoki siz o'rtalaringda bir narsa bormi? Tushunmayapmiz-da. Bu Uvaysi mahalla fuqarolar yig'ini raisi nimaga bunga e'tibor bermaydilar? To'g'ridan to'g'ri javobgar shaxs mahalla fuqarolar yig'ini raisi emasmi? Sizdan javob kutib qolaman. Iltimos, mutasaddi rahbarlar, sizlar ham shunga e'tibor berasizlar degan umiddaman. Dang'ara tuman prokurori Akmaljon Boboxonov e'tibor berasiz degan umiddaman. Tuman hokimi Sho'rajon Tojihakimov, siz ham bunga o'zingizni fikringizni bildirasiz degan umiddaman. Yana bir e'tiborlisi, bu yerlarda noqonuniy egallanishi bu jinoyat hisoblanadi. Men jinoyatni oshkor qilyapman. Men jamoatcha faol sifatida o'z burchimni ado etyapman deb o'ylayman. Va sizlardan ham agar mabodo menga qanaqangi savollaring yo takliflaring bo'lsa, aloqachilardan so'rayman. Noqonuniy qurilishlar bo'yicha jinoyatlarga hammamiz birgalikda kurashga sizlar chaqiraman. Bu jinoyat hisoblanadi. Meni telefon nomerim 90 309 05 05. Yana bir bor aytaman. Tepadagi mutasaddilar bunga e'tibor berasizlar degan umiddaman. 23-yildan beri bu joy buzilmay kelyapti. Sababi nima? Farg'ona viloyati kadastr agentligi boshlig'i Nojiron Masharapov, sizni qo'l ostingizdagi ishchingiz Meliyev Jasurbek degan inson bunga chora ko'rmayaptilar. Nima ekan sababi? Mana ko'ring, hech qanaqangi bu yerda pajarniy xod deydimi? Ruschasiga, o'zbekchasiga yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan. Mana yarim metr joy bor xolos, dom bilan nima o'rtasida. Mana bu yoq ham dom. Mana sizlardan iltimos, kommentariyada so'kinmay o'zlaringizni fikrlaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Izohlaringni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana ko'rishguncha.